D4, D5. D5, C4, E6. Y6, Kon C3. kon C3, kon F6. Bu Ferzoy, отказанный Ferzoy gambit. Variant Capablanca deyiladi. Kon yuradi F3. Slon E7. Slon yuradi C5. Kon D yuradi B7. B yuradi D7. E3. Qorilar rokirovka qildi. Ladyo yuradi C1. C6. Slon yuradi D3. D uradi C4. Slon uradi C4. Kon yuradi D5. Ana endi slon uradi Y7. Ferz yuradi Y7. Kon yuradi Y4'ga. Kon D5 yuradi F6. Kon C3 yuradi o'rniga Y5. Qorilar Y5 o'rniga ferz B4 ga yurish kerak edi. Keyin ferz yuradi D2, ferz yuradi D2, kon yuradi D2. B6 dan keyin durang bo'lardi. Lekin qorilar bunday yurmadi. Y5 yurdi. Va bu yerda hozir analiz qilsak, qorilar ozgina qolib ketyapti razvitiyadan. Davom etadi. Rokirovka Y'da kon yuradi F5, ferz yuradi D8, kon C3 uradi D4, kon Y5, slon B3 ga yuradi. Slon uradi F5, kon uradi F5, ferz B6, hatto xod, grubiy ошибка. Uni o'rniga C6 yurish kerak edi. Lekin qorilar buni yurmadi. Ferz B6 ga yurdi. Boshida aytmadik. Bu partiyani Alyoshin bilan Lasker o'ynagan. Syurix 1934-yilda 92 yil bo'libdi. Davom ettiraver endi u yog'ini. Bu yerda strategiya tanlangan, открытый peshni strategiyani tanlangan ular. Shuning uchun bu shiddatli o'yinlar bo'lish kerak oqlarda. Davom etaver. Ferz B6 dan keyin ferz yuradi D6, to'g'ri xot. Kon yuradi kon Y5 yuradi D7. Bu ham to'g'ri xot. Buni o'rniga kon C6 yurganda kon H6 shoh, CH, ferz yuradi F6, ferz D8, ferz C3 yurgandan keyin oqlarda ustunlik katta bo'lardi. Lekin bular bu variant tanladi. Qorilar kon Y5 yuradi D7, ladya yuradi D1, F yuradi D1, ladya A yuradi D8. Dan keyin ferz yuradi C3, C6, ferz yuradi C5, korol yuradi H8, kon yuradi D6, korol yuradi C7 ga va Y4 to'g'ri xot bu. Yaxshi. Tashabbusni oqla sekin-sekin qo'liga olib kuchaytiryapti pozitsiyalarini. Kon yuradi C8 ga
Ladya yuradi D3, F6. F6'ning o'rniga H6 yurish kerak edi. Bu boshqa varianti. Undan keyin kon F5 yurardi. Shoh kon H7. Kon uradi H6ni, shohman yo'q ekan. F6. Kon yuradi F5. Mana agar pozitsiya nazar solsa, o'rta jaganlarida peshkalar umuman почти yo'q. Mana shuni ochuv peshni открытый center deyiladi. Undan keyin F uradi G5. Keyin ladya yuradi H3ga. Keyin shoh kon yuradi H6 va ladya uradi H6, shoh va mot. Lekin qorli bu variantni tanlamadi, F6 yurdi. Undan keyin oqlar kon F5, shoh qarol H8, fers uradi G6 va qorli taslim bo'ldi. Yaxshi. Qorli taslim bo'ldi, to'g'ri. Obuna bo'linglar, 5 yildan beri video chiqmayapti. Endi chiqarishni boshlaymiz. Mana shogirdim ancha-muncha uni ham shaxmatni ham o'rganyapti, video qilishni ham o'rganyapti. Shuning uchun endi sekin-sekin chiqaramiz Obuna bo'linglar YouTube'ga.